Xullas biz senyoritalarim dugoshlarimiz bilan mana shu 5 degan magazinga keldik, market. Dubayga Today degan magazin bo'lardi-ku, hamma narsa bir xil narxga 11 mi 13 dirhamdan, Arabiston Makkada ham mana shunaqa 5 degan hamma narsasi 5,5 riyoldan boshlanadigan katta market bor. Adresini tushuntiraman. Birinchi hayotimda ilk marta Makkaga kelganimda Altash degan mehmonxonada qolganmiz. Bu 3 yulduzli aslida, lekin xizmati 4-5 yulduzga tortar edi. Endi ko'z ochib ko'rgani mana shu Altash mehmonxonasi bo'ladi-da. Screenshot qilib oling. Shu mehmonxonani ro'parasida joylashgan. Ichini ko'rsataman. Juda ham katta market, 2 etajlik. Narxlari arzon, podarkaga ham ishlatishga o'rtalar ham bo'ladi. Ko'p narsalar Hindistonda ishlab chiqarilgan. Masalan, nimalar bor? Xilma-xili, parashoklar xilma-xili. Bu tomonga o'tsak, shampunlar xilma-xili, sovunlar xilma-xili. Mana 5.75 riyol